2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumi davomida aholi xonadonlari, ko'p qavatli uy-joylar, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barqaror energiya bilan ta'minlash bugun yurtimizda olib borilayotgan izchil islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan bo'lib, bu shubhasiz odamlarning hayotidan rozi bo'lib yashashiga xizmat qiladi. Samarqand viloyatida mas'uliyatli mavsumda iste'molchilarni tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash maqsadida manzilli dasturlar asosida qizg'in tayyorgarlik ishlari olib borildi. Hozir shu haqda. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan Payariq tumanidagi Xo'ja Ismoil mahallasiga 40,4 kilometr gaz tarmog'i tortish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda mazkur ishlar to'liq 100% tarzda bajarildi. Bundan tashqari birgina Al-Buxoriy majmuasining o'zida 12,4 kilometr halqasimon tarzda gaz tarmoqlari qolaversa, Xo'ja Ismoil qishlog'idagi 960 ta xonadonga 28 kilometr gaz tarmoqlari tortildi. Payariq tumanidagi Xo'ja Ismoil mahallasi hamda ushbu hududda joylashgan Imom Buxoriy majmuasini barqaror tabiiy gaz bilan ta'minlash maqsadida joriy yilda qiymati 7,1 milliard so'm mablag' hisobidan tabiiy gaz ta'minoti yaxshilandi. Loyihaga asosan bu yerda 40,4 kilometr gaz tarmoqlari tortildi. Bu esa hudud infratuzilmasini yanada yaxshilash imkonini beradi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tabiiy gaz keldi. Mana xalqimiz hammasi xursand. Bu ishlar osonlikcha o'zidan bo'lmaydi. Buni tagida juda katta mehnat yotibdi. Al-Buxoriy majmuasida katta o'zgarishlar bo'lyapti. Shularni men ko'rib kelyapman. Men bu ishlarni hech xayolimga ham keltirganim yo'q edi. Bunday bo'ladi deb o'ylaganim ham yo'q edi. Prezidentimizga katta rahmat mana shu ishlarni tashkil qilgani uchun. 5 yillar oldin mana elektr energiyalarimiz, suv, hamma narsa bizlarga muammo bo'ladi. Mana gazlarimiz yaxshi yonib yotibdi, suvlarimiz kelyapti, elektr energiyalarimiz o'chmayapti. Prezidentimizga rahmat. Vazirlar Mahkamasini 2024-yil 20-sentyabrdagi 596-sonli qaroriga asosan Xo'ja Ismoil shaharchasi atrofidagi aholi va ijtimoiy soha obyektlari, bu yerda tashkil qilinadigan yangi mehmonxonalar, majmualar gazlashtirish uchun qaror ishlab chiqildi. Bu hududni gazlashtirish uchun Samarqand shahar hududida joylashgan Oqdaryo GRESdan 15,5 kilometr yuqori bosimli gaz tarmog'i tortilgan. Darvoqe Samarqand viloyatida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida manzilli dastur asosida viloyat bo'yicha 24 kilometr gaz tarmoqlari mukammal ta'mirlandi va rekonstruksiya qilindi. 6272 dona gaz taqsimlash qurilmalari texnik ko'rikdan o'tkazildi. 1090 kilometr gaz quvurlarini bosim ostida zichlikka sinash va havo bosimi yordamida tozalash ishlari bajarildi. 92 dona manan eskirgan gaz taqsimlash qurilmalari zamonaviysiga almashtirildi. Viloyatning ichki imkoniyatidan kelib chiqqan holda L19,1 kilometr bo'lgan gaz quvurlari montaj qilinib, gidravlik jihatdan tartibga keltirildi. Buning natijasida iste'molchilar tomonidan tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlariga chek qo'yilishiga hamda 5766 ta aholi iste'molchilarining tabiiy gaz ta'minoti yaxshilanishiga erishildi. Pastdarg'om tumanining Sharof Rashidov, Gumbaz, Po'latchi, Furqat, Sharof Rashidov, Chortut, Mirzo Ulug'bek mahallalarida, Kataqo'rg'on shaharining Amir Temur va G'arb Machit mahallalarida, Narpay tumanining Nog'oraxona mahallasida, Paxtachi tumanining Qirguli, Mirzo Salimiy mahallalarida, Kataqo'rg'on tumanining Madrasa mahallasida, Samarqand shahrining Azizon, Oqsaroy mahallalarida, Oqdaryo tumanining Taraqqiyot mahallasida, Bulung'ur tumanining Yangi Ariq, Jomboy tumanining Zarafshon va Nazar mahallalarida, Urgut tumanining Aloxotin mahallasida, Ishtixon tumanining Shexlarkent mahallalarida rekonstruksiya ishlari to'liq amalga oshirildi. Buning natijasida tabiiy gaz ta'minotidagi iste'molchilarning ta'minoti yaxshilandi. Bundan tashqari viloyat bo'yicha 605 dona gaz taqsimlash qurilmalari demontaj qilinib, 17785 ta xonadonlar tabiiy gaz ta'minotini 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazildi. Shahar tuman hududlaridagi 102,5 kilometr har xil diametrli qo'shqator gaz tarmoqlari yagona tarmoqqa aylantirildi. Yil davomida suyultirilgan gaz iste'molchilari xatlovdan o'tkazilib, 499,700 tadan 507,923 taga, ya'ni 8223 taga oshirildi. Shu bilan birga shu davrda 3591 ta aholi iste'molchilariga yangi gaz ballonlari yetkazib berildi. 2025-yil davomida iste'molchilarga 88900 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish rejalashtirilgan. Bu kabi yumushlar mavsum davomida iste'molchilarga barqaror tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib berish imkonini beradi.